Oilada erkaklar ko'p qiladigan 5 ta xato. Birinchisi, mas'uliyatni faqat pul bilan o'lchash. Ko'p erkaklar pul topyapman-ku deb o'ylaydi. Lekin oila faqat pul bilan emas, vaqt, e'tibor va mehr bilan ham boqiladi. Uyda bor bo'lib aslida yo'q bo'lish eng katta xato. Ikkinchisi, gaplashmaslik. Muammo paydo bo'lsa, jim yurish, ichiga yutish yoki qochish. Aslida esa ayolga maslahat emas, ko'pincha eshitilishni his qilish kerak bo'ladi. Gaplashilmagan muammo vaqt o'tib katta jarohatga aylanadi. Uchinchisi, ayolni tushunmaslikka urinish. U shunaqa, baribir o'zgarmaydi deyish yengil yo'l. Tushunishga harakat qilmagan erkak asta-sekin oiladan uzoqlashadi. Tushunish kuchsizlik emas, yetuklik belgisi. To'rtinchisi, o'z ustida ishlashni to'xtatish. Uylangandan keyin ba'zida rivoj to'xtaydi, maqsadlar yo'qoladi. Lekin erkak o'smasa, oila ham o'smaydi. Farzandlar ham, ayol ham namunaga qarab ulg'ayadi. Beshinchisi, kechirim so'ray olmaslik. Xato qilsa ham erkakman deb sukut saqlash. Aslida esa kechirim so'ray olgan erkak kuchsiz emas, u mo'min, mas'uliyatli erkakdir. Oilasini saodatli qilmoqchi bo'lgan har qanday inson uchun naqd 6 soatlik audio kitob tayyorlab qo'ydim. Ishoning, bu audio kitobdagi ma'lumotlar sizni baxtli hayot sari yetaklaydi. Hoziroq biodagi havola orqali o'tib, Islomda oila, muammo va yechimlar audio kitobini tinglashingiz mumkin.